Bugun sizlar bilan Color programmasida grafika berishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bilan podpiska kutib qolaman. Bo'lmasam boshladik. Pabogdagi grafikamiz xuddi shu tarzda bo'lishi kerak. 2x darajaga qo'yiladi va colorful, ya'ni o'zbekchasida rang-barang grafikaga qo'yamiz va pastdagi yarqistimizda esa 125% qilganimiz ma'qul. 125 dan o'tkazib yuborish shart emas. Agarda video nima haqida ketayotganini bilmasangiz, profilimga kirib oxirgi qo'ygan postimni ko'rsangiz yaxshilab tushunib olasiz. Bo'lmasam, Color programmasini nastroyga qilishni boshladik. Videoga bitta videoni tanlab kirganimizdan keyin Adjust bo'limiga bosamiz va o'ng tomonga surganimizda Detail degan bo'limiga bosib, tepadagi Sharpenni 10% va pastdagi Structure'ni 95% va eng pastdagi Clarity'ni 10% qilib turib, videoni saqlanib qilamiz va videoni saqlanib qilish tartibi ham eng yuqori kачествоda bo'lishi kerak. Ya'ni 1080 ga 60 va export bosamiz va video tayyor. Agarda sizda Android telefoni bo'lsa va Play Marketdan Color programmasi chiqmayotgan bo'lsa, Google ilovasidan bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Aytgancha, Telegram kanaliga o'tish esdan chiqmasin. Bundan da foydali videolar hali oldinda. Bir dona like bilan podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman.